Demak, bugun nimalar ko'ramiz? Mahsulot qo'shish, bu yerda kategoriyalar, mahsulotlar qo'shishi, chegirmalar, ombordan foydalanish bo'yicha plus marketing bo'limini ham o'rganib olamiz, xudo xohlasa. Marketing, ya'ni rasilkalar yuborish, promokodlar yaratish, manbalardan foydalanish, bannerlar, kategoriya bannerlari va asosiy bannerlarni ko'rib chiqamiz bu yerda. Tak, bu yerda boshlaydigan bo'lsak, bu yerda mahsulotlar bo'limiga kiramiz. Mahsulotlardan birinchi kategoriya yaratish bosamiz. Kategoriyalar bo'limiga kirganimizdan keyin bizga oyna ochiladi va o'sha yerda kategoriya yaratish bo'limini bosganimizda kategoriya yaratish bosamiz va bizda to'liq bitta oyna ochiladi. Bu yerda kategoriya nomini kiritamiz. Misol uchun nom deylik. Prosta mana tarjima qilishni bosadigan bo'lsak, o'zi birdaniga ikkita tilga tarjima qilib beradi. Hozir oynani yoqib yuborasizmi skrinni? Ming bor uzr, oynani yoqish esimdan chiqdi. Ekran endi ko'ryaptimi? Aha, endi to'g'ri. Tak, bu yerda mahsulotlar bo'limlari boshlaydigan bo'lsak, bu yerga kategoriya qo'shishni bosamiz. Kategoriya qo'shish uchun o'sha kategoriyalar bo'limiga kiramizda kategoriya qo'shishni bosamiz. Bu yerda mana shunaqa oyna ochiladi. Va bu yerda ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kategoriya nomini kiritamiz birinchi o'rinda. Elektronika. Elektronika deb yozadigan bo'lsak, mana tarjima qilishni bosamiz. Biz bu yerga birdaniga tarjimasini yozib beradi. Yangi kategoriya turadi va bu yerga rasmini kiritishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun nimadir rasmini kiritib yuboramiz bu yerga. Mana rasmini kiritdik va gorizontal yoki vertikal. Bu nima deydigan bo'lsangiz, misol uchun mahsulotlaringizni xohlasangiz gorizontalni, xohlasangiz vertikalni ko'rinishga olib kelsangiz bo'ladi. Ya'ni bu o'zingizning xohishingizga qarab unikalni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni har bitta mijozimizga bir-biriga o'xshagan emas. Masalan, dizaynlarni, qanaqa ko'rinishi, mahsulotlarni joylashuvi, ularni o'zlari hal qilishadi. Va bu joylarni mijozlarga ko'rsatib o'tish kerak bo'ladi. Xohlasangiz gorizontal, xohlasangiz vertikal tanlab, bu yerda saqlashni bosadigan bo'lsak, birdaniga kategoriya qo'shadi va bu yerda kategoriyalar bo'limida paydo bo'ladi bu narsa. Xuddi shunaqa mahsulotlar bo'limida ham shu tarzda ketiladi. Ya'ni mahsulotlar bo'limiga o'tamiz va mahsulot qo'shishni bosamiz va bu yerda yozamiz nomini. Telefon yozadigan bo'lsak, tarjima qilish. Shuni telefon qilmaylik. Tak. Bu yerga oladigan bo'lsak, misol Note Pro Max, iPhone 6 Pro Max. Bu yerdan nimasini yozamiz? Generate bosadigan bo'lsak, ya'ni yaratish bosadigan bo'lsak, bu yerga tasnif yozib beradi. Ya'ni qanaqa bularda uni tarif bo'yicha, ya'ni sun'iy intellekt nomiga qarab yozadi. iPhone 6 Pro Max ilg'or texnologiyalar, mukammal kamera, yuqori samaradorlik va zamonaviy hayot. Ko'proq imkoniyatlar va ko'proq quvvat. Har bir lahzada bahramand bo'ling. Misol uchun buni sun'iy intellekt yozib berdi. Va bu yerda mahsulot rasmini kiritamiz deylik. Mana mahsulot rasmi kiritiladi. Bu yerda kategoriyasini tanlaymiz, qaysi kategoriyaga tegishli bo'lsa. Misol uchun kategoriya tanladik. Mahsulot nomini kiritamiz, narxini kiritamiz. Deylik, narxini so'mda bo'ladigan bo'lsa. $12 million deylik. Misol, mana bu yerga dona deb belgilaymiz. Eski narxi deylik. 16 million. Tan narxini misol 11 qilib qo'yamiz. Ya'ni bizga kirib kelish narxi 11 million. Bu yerda mijozga ko'rinadigan qismi qaysi? Narx bo'yicha narxi ko'rinadi, o'lchov birligi va eski narxi ko'rinadi. Misol uchun eski narxini ustida 16 ni ustidan chiziladi-da, 12 million yozib turgan bo'ladi. Tan narxi esa bu sizning analitingiz, ya'ni qancha kirib kelyapti, foydangiz qancha, sof marjingiz qanaqa, o'sha narsani hisoblashga yordam beradi. Va siz bu yerga variantlarni qo'shishingiz mumkin bemalol. Deylik, xotira bo'yicha deylik, variantlari bor. Xotira 250
gigabayt 250 yana qanaqa 512. 512 256 512. 512 512 va 1 Terabayt. terabayt qanaqa yozadi? TB. Tak, terabayt deydigan bo'lsak, 1 terabayt. B. Masalan, qo'shdik, masalan, 3 ta variantni va plus bu yerda ularni ranglari bo'yicha ham variantlar qo'shsak bo'ladi. Misol uchun, deylik rangi bo'yicha variantlari gold qora yo'lga просто mana masalan qo'shdik. Bundan variant qo'shsa ham bo'ladi bemalol. Misol uchun, men bu yerda variant qo'shishni bosib, xohlagancha variantlarni qo'shib ketaversangiz bo'ladi. Bo'ladi ham shunaqa. Mana bu yerda birinchi xotiralar turibdi. Masalan, 256 ni gold, oq, qora variantlari bor. Xuddi bunday 512 ni ham 1 terabaytli xuddi shunaqa. Mana bu yerda masalan rangi bo'yicha taxlansin desangiz, rangda ham xuddi shunaqa gold 256, 512, 1 terabaytlisi bor. Xuddi shunaqa variantlari bo'yicha va bu yerda ularni narxlarini ham o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, mana 10 deb qo'ysak bo'ladi misol uchun. Bu 12 va buni 15 deb qo'ysak bo'ladi misol. Mana. Va bundan nechta borligi? Bundan 2 ta bor, bundan 4 ta bor, deylik mana bundan 6 ta bor. Xuddi shunaqa bularning narxlarini ham o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Xuddi masalan, bularning narxlarini ham o'zgartirib qo'ya olamiz bemalol. Bemalol bularning narxlarini o'zgartirib tahrirlab qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni har bitta variantning narxini farqli ravishda. Va bularning nechta borligini ham kiritib qo'ya olamiz bemalol. Ya'ni bu nimaga yordam beradi? Misol uchun sizda mana shu bor tovarlaringiz, demak sotilyapti. Bu ombordan avtomatik minus bo'lib ketaveradi. Avtomatik minus bo'laveradi va masalan deylik mana shu qora variantining 256 sidan 2 ta sotildi va mana bu 0 ga tushib qoldi. 0 ga tushadigan bo'lsa, bundan sotib ola olmaydi. Ya'ni 256 xiralashib qoladi va bundan sotib ola olmaydi. Boshqa variantlarni ko'rish kerak bo'ladi, misol. Xuddi shuning uchun kerak bo'ladigan qism hisoblanadi bu variantlar qo'shish. Bu variantlar qo'shganingizda ham mana bu yerda saqlashni bosadigan bo'lsangiz, birdaniga bu yerda mahsulotlar bo'limida paydo bo'ladi bu narsa. Xuddi shunaqa, masalan, chegirmalar bo'limimiz ham juda ham oddiy ishlaydi. Ya'ni chegirmalarni o'zingizga qarab, masalan, summali yoki-da foizli qilib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun, summali deydigan bo'lsak, mana bu yerda chegirma nomini kiritasiz. Deb belgilaydigan bo'lsak, mana bu yerda foizli yoki-da summali. Bu yerda summali bo'lsa, summasini kiritasiz. Misol, deylik 250 ming so'm. Mahsulotlaringiz tanlaysiz. Qaysi mahsulotlaringizga chegirma bermoqchisiz? Hammasini birdaniga tanlab qo'yish mumkin misol. Tanlab ketaverasiz. Qaysi mahsulotlarga qilish kerak chegirma, qaysiga qilmaslik kerak, o'sha narsasini tanlab, masalan, bemalol kiritib qo'ya olasiz. Tugash vaqtlarini avtomatik kiritib qo'yadigan bo'lsak, misol uchun 12 2025 va bu yerda vaqtini kiritamiz 23:59. Misol shu vaqtda avtomatik tugaydi chegirma. Avtomatik tugaydi va bu yerda minimal summasini ham kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni siz 150 ming so'm chegirma berishligingiz uchun minimal summa qancha bo'lishi kerak? Misol uchun deylik bu yerda 750 ming so'm bo'lishi kerak. Minimal summasi. Ya'ni sizdan 750 ming so'mlik tovar sotib olgandagina bu chegirma ishga tushadi. Foizlida ham xuddi shunaqa minimal summasini kiritasiz, necha foizligini kiritasiz. Masalan, 12% deb kiritib qo'ydingiz. Qolganini o'zgartirib o'tirish shart emas. Xuddi shunaqa ketaveradi qolganlari ham. Chegirmalardan xuddi shunaqa foydalansangiz bo'ladi bemalol. Bu yerda omborxona bo'limimiz bor. Omborxona bo'limimizda qanaqa foydalanadi? Bu yerda kirish narxlarini kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni o'zi hisoblash uchun. Masalan, bu sotuv narxi 725 ming ekan. Masalan, buni 650 ming so'm deb belgiladi. Masalan, 650 ming so'm kirib.
og'irligini deylik, masalan 1 kilogramm qildik. Masalan og'irligi 1 kilogramm. Bu nima uchun? Ba'zi birda integratsiya qilib qo'yishlari mumkin. BTS, Fargo, Uswas kabi programmalar bilan. O'shalarda real time vaqtlarni, ya'ni aniq summasini ko'rsatib berishligi uchun ham bu narsa kerak bo'ladi. Mana marjangizni hisoblayapti bu yerda, necha foizligi bilan hammasini hisoblayapti. Va holat, ya'ni sizda nechta borligi. Agar mavjud bo'lsa, mavjud emas. Agar sizda ma'lum bir cheklangan miqdorda bo'ladigan bo'lsa, masalan, sizda 20 ta bo'ladigan bo'lsa, 10 ta bo'ladigan bo'lsa, uni cheklanganda mana bu yerda soni chiqadi. Deylik yozib qo'yasiz, mana bunda 25 ta. Xuddi shunaqa. Mana bu yerda 25 ta bor. Bu 25 ta sotuv tugashi bilan sizda bu iqtidorlanib qoladi bu mahsulot va siz buyurtma bera olasiz. Ya'ni mijozlaringiz buyurtma bera olmaydi. Mana bu yerda. Siz qo'yamiz. Va mana shu tarzda bemalol foydalanib ketaversangizlar ham bo'ladi omborxona bo'limidan. Keyin bu yerda ikki bo'limimiz bor. Bu nima uchun kerak deyishingiz mumkin. Ikki bu yerda mahsulotlaringizni, masalan, to'lov tizimlarini avtomatlashtirganda kerak bo'ladigan qism hisoblanadi. Ya'ni sizda ma'lum bir to'lov tizimlari bor. O'sha masalan klik qo'ymay uzun bank bilan avtomatlashtirib qo'ygan bo'lsangiz, bu ikki qo'la kerak bo'ladi misol uchun. Tovarlaringizni nomiga qarab bu narsa yozib, hammasiga ikki pul kiritish kerak bo'ladi. Tak.